Xo'p, assalomu alaykum do'stlar. Bugun men sizlarga Mobile Legends'da nima narsalar bizga hammasini o'rgatib o'taman bir sira. Qolgani sizlardan like, podpisatsiya bosinglar. Bugun men birinchi darsligimda match ichidan nimalar qilishni o'rgataman. Match ichiga kirib qolsanglar, nima qilishni bilmayotadi bir xil o'yinchilar, yangi o'yinchilar nima qilishni bilmaydi. Shuning uchun men sizlarga buni o'rgataman bugun. Birinchi buni bilishimiz kerak. Mana ranked degan joyi bo'ladi buni. Mana bunda ranked degan joyi bor. Ana shu ranked, mana bu ko'rib turganlaringizdek bo'rini rasmi turibdi. Mana shu rankedda o'zlaringizni ranklaringizni ko'tarsanglar bo'ladi. Klassik degan joyi bor. Klassikda urovenlaringizni ko'tarasizlar. Mana shu ikkalasi muhim rank urovini ko'tarib beradi. Men ko'pincha klassikda o'ynashga harakat qilaman. Klassikga o'ynayman, chunki klassik uroven ham rankni ko'tarib beradi. Hop, endi kiramiz. Kirganlaringiz hammamda geroylar chiqadi. Bu geroylarning kuchli, kuchsiz degan narsasi yo'q. Siz chunki geroylar hammasini kuch teng, u qaysi geroyga qanday o'ynashingizga qaraydi. Masalan, Lancelot. Men uchun eng kuchlisi alfa. To'g'ri hisoblaydigan bo'lsam, alfada skinlarim ham ko'p. Alfada yaxshi o'ynayman. Hop, match boshlanyapti. Qani qanday o'yin bo'lar ekan? Ko'ramiz. Like va obunani bosinglar. Men MVP'ni olishga harakat qilaman sizlar uchun. Uy, kuchlilar kiribdi. Franco, Lancelotni ham olishibdi. Eduara, Badang, Karri. Shu Badangni nimasini yoqtirishadi? U bizda Cyber ham kiribdi. Hop. Qani boshlaymiz endi. Hop. Qaranglar, sizlarga maslahat beradigan bo'lsam, birinchi boshlaganlaringizdan les, ya'ni o'rmonga kirmanglar. Chunki o'rmonga birinchi o'rmon kuchi yetmaydi. Mana buni pastga qarasanglar, jon to'ldiradigan aloqa yana bir balolar bor. Ana shular kerak bo'ladi. Men 600 lik qo'yib olganman. Bu 600 likning karomati, bu 600 lik jonni ko'paytirib. Mana badang jangarlarda. Makka haromi. Makka, ma o'ynayni momasini ko'rsataman. Makka. Kiranglar qanchachilarim. Mana. Voy badang. Mana bunday qilib birinchi o'rinlarni kuchaytirishlar kerak. O'rin kuchaygandan keyin hamma ishni qilaversanglar ham bo'ladi. Qo'yinglar. Lekin ikkinchi o'ringa kirganlaringizdan keyin agar yangi o'yinchi bo'lsanglar, ikkinchi o'rin bo'lgandan keyin boshlaylar lestga kirishdi. Chunki yangi o'yinchilar uncha bilmaydi. Ko'rganlaringizda, meni komandamdan bitta darmayt o'ldi. Men o'rinim 2 ga ko'tarildi. U kimdir jamoadosh o'lsa ko'tarilmaydi. Qancha ko'p o'ldirsangiz farqi yo'q. Odam, geroymi, boshqami farqi yo'q unga. Badang bor, yomon asam yo'q. Mana badangchi bilan. Makka. Shaq. Uy. Kuchli. Voy, yomon kuchli berdim zarban. Ketadi dabba.
Senga nima yomonlik ish qildim? Yaqinlashma. Bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Mana darmay qaranglar. Men hozir baza bilan aloqam boshlanadi. Voy, jala. Jang boshlandi-yu, jala. Voy, qazonmiz. Yetadi menga shu. Shu jon yetadi menga. O'yin qo'ssammi, o'g'limga bachcha bilan. O'yin qo'ssammi? Mana badangmi? Badangmi, jala. Ketdi, kiril askarchalar. Garang chiq bu yoqdan. Men faqat alfa o'ynaysiz deyishlari mumkin. Alfa o'ynashim sababi meni alfa zo'r qo'lim kelishadi va alfaga qanaqadir boshqacha meni. Yashinab. Uy jal. Qizurishdi. O'ylar tava evlar kerak. Biz bazaga qaytdik va imkon to'ldiramiz va ketamiz. O'rmonch qo'yib ketdi endi lesga. Böyle badang emas, böyle garang bular. Chisi garang. Badang deyish xato ular. Keta haromi. Qoch. Aloqani tiklaymiz baza bilan. Gitu. Obunachilar tez kommentariyga yozinglar. Leska kremi yo'qmi? Bosinglar, leska kremi yo'qmi? Qaranglar. Xalqqa birinchi o'ringa kim ketadi? O'zim ketadigan ekanman. Ketdi, boshlandi bizani bu ishlar. Men haqiqiy jangim mana bunaqa bo'ladi. Hali hech kim ko'rmaganman haqiqiy janglarimni. Unchalik ko'p ko'rsatmaganman, mana bunaqa zo'r urushlarimni. Mana boshlandi o'sha birinchisi ketdi. Mana darmayotgan ko'rsataman. Uy, xo'rama, dash. Здесь de. Div tirilibdi. Aytish o'rniga joyski, mana bu divni ham o'ldiringlar maslahat bersam. Chunki bu divni o'ldirsanglar, sizlar yaxshi imkoniyatlar beriladi. Chiqib darmet nima qilibsiz ichkari? Nima chiqib kerak, qoch. Bo'lanadi. Nихуя себе. Bo'la o'ldirdi qattiye jala. Ketaymi og'ayimga nahati shu sana bachcha bilan. O'zi kalla o'rabdi bachcha. Nima? Uy, cho'l o'zgina qo'lla. Ketdali. Qolib chiqaylik bazadan bir o'yinlar tezlash bo'ldi, endi kiramiz. Nima desanglar, shu o'yin qo'shsammi? Qattiya. Ketdi. Jon kamitda. Qattiya. Bular mayli. Badangcha zo'r o'ynagan. Ko'rasizlar, o'ynashga bog'liq, lekin badang aslida alfadan yutqazish kerak.
Chunki alfaning xususiyatlari badangdan ancha kuchli. Agar men jonim to'la bo'lganda badangni tiqib qo'yayim joyiga. Voy kayperlar. U yaxshi narsa-yu. Bit o'lmaysanmi? Men o'ldiraman mana shuni. Boyagi badangcha o'ldirdilar. Keyin qaranglar, mana bu tepada chiqayotgan narsalarni ham amdaqlar olib turinglar. Pullarga qarab beradi. Buni ketna qo'y. Mazga bilan. Ben mazga bilan. Bitta joyga turmaydi-ku bu. Qanaqa yeroy bo'ldi bu? Agar oldimdan qochmasa edi, chap tarafga o'tsam o'ngga qochadi, o'ng tarafga o'tsam chapga qochadi. Voy. Bak cyberchamiz zo'ru. Biz cyberlar zo'r kirib qolmanchi. Menlar bu o'yinga omadim kelmayapti. Deganimda o'yin beraymi o'zi. Bu o'yin qandaydir omadim kelmadi men. Keta asan o'ynamay turib o'yla ber, shunday bo'ldi, bari o'ylasanchi. O'yla ber, o'yla ber. Bari o'ylasan. Bari o'yladi. Bermaydi. Cyber mozamni o'ljalla. Men o'ldirdim-ku. O'ljalla. Tiltirib olishim kerak uni. Keta gaday. Tezroq. Not bad just O'ljalla. Ketdim, men уже o'yinga chiqdim. Men dahshatli vahshiyim chiqdi ichimdan bo'ldi. Na qo'ymanga qo'yib qolib. Darmaytmi sani? Voy, 3 ga 1 endi qiyin-da. Gigantrlab. Titantrlab. Go. Bolalar, shuncha kayf safo qildik. Voy, jonni. Minora jonim qaranglar do'stlar. Bolalar, shuncha kayf qildik, kayf deyapsiz. Shuna qo'ynayman endi. Endi alfan kuchini endi ko'rishadi. Ketdi. Momasini og'ziga berib o'ynayman. Ketdi, mana bu birinchi qotillik. Böyle mazga cyber. Bu tam bir men o'ljalarimni olib qo'yapti o'zi. Darmayit bak. Kuchli ekan men bu. Bab cyber kelamga qarshi chiqa olmayapti. Qani? Mak harom. Kimga garilibsan sen? Qani voy? Qani? Qanaqa keroy? Paydo bo'lib, yo'q bo'ladi. Lancelot. Biloli Lancelot kuchli hero ekan. Ket, o'shan. Men bilan o'zimchalik qiynalmayman. Lekin mana bu darmayit, men
boydan beri asamga o'ynayapti. Qochish kerak. Ke harom. Xo'ramma. Böyle. Titamı jalla. Qattiq jalla. Voy harom. To'xtanglar aka, yuring. Mal boshlamni nahvoy себе. Нихуя себе jalla. Ne böyle? Amin Allahu Ekber. Bir kere çıka. Bolla. Bitti. Ma shonila do'stlar umuman yaxshi urushma. Epic comeback. Evet bilmem be. Vay jalla. Qattiq jalla. Do'stlar ben bilmem. Yunus umuman o'ldirganim yo'qmi? Yo'q. Ayol. Cyberlikni yaxshi urishuvdi nimadir. Bo'ldimi? Ben bildim. Bu qara bizanki hammasi kumush urushgan. Ularniki o'sha hammasi tilla. FNP'si ham mendan baland urushgan. Kuchli. Zo'r. Hop, nima sovg'a bergan? Bot. Bot narsalarni beradi quruq. Yo'q, kerak emas menga. Hop. Sizlarga maslahat bersam, bitta geroy bu. Shu geroyni maslahat beraman. Bitta geroy bor edi. Nomi nima edi? Leomard. Gord. Chow. Krok. Tosh. Argus. Qaranglar. Mana bu geroy ham kuchli ancha. Yuzong. Juda kuchli ham geroy. Ajdarga buni eng asosiy kuchi ajdar bo'lib sizlarni shoninglar yo'q qiladi. Ikkinchi kuchi bo'ri aylanadi. Bo'ri aylansa kuchi 3 barobarga oshib ketadi. Hop, yani qaysi kuchli? Keyin Lancelot bilan Marcel menda bor edi-ku. Menda Marcel bor edi-ku. Qani mana Marcel? Mana banecha ham bor. O'sha qanday o'yinni bilmayman, lekin 30-i 6500 ekan. Sizga o'zmanda bor-ku. Mana bu qanaqa ekan? Epic mana bu. Bani bot nimasini yoqtirisham? Paquito ham mana bu ham yaxshi ichidi. O'zini vaqtida yaxshi edi Paquito. Mana buni olsanglar, skini mana shu skini yaxshi. Hop, sizlarga birma-bir eng yaxshi geroylarni tanishtirib chiqdim. Unday bo'lsa, agar video yoqmasa like, podpisatsiya, bundan ham qiziq videolar hali chiqaraman. Ko'proq like, podpisatsiya kerak menga.